Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Forex bozorida ishlaydigan mashhur brokerlardan ikkitasi Gerchik hamda RoboForex brokeri haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, dastlab Gerchik brokeri haqida gaplashamiz. Ko'pchilik treyderlar bu broker nomini eshitgan, qachon tashkil topgani, regulyatsiyasi, qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tgani, imkoniyatlar va minus va plyus taraflari haqida o'zim bilgan ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Gerchik brokeri ham Forex CFD brokeri hisoblanadi. Avvalo qisqacha tarixiga to'xtalib o'tsam, Gerchik brokeri, ya'ni kompaniyasi 2015-yilda tashkil topgan. Bu broker mashhur professional treyder Alexander Gerchik nomiga bilan bog'liq. U uzoq yillar AQSh fondi bozorida ishlagan va trading bo'yicha tajribasi juda katta hisoblanadi. Ko'pchilik treyderlar aynan shuning uchun bu brokerga qiziqadi. Chunki kompaniya oddiy investorlar emas, balki professional treyder tomonidan yaratilgan broker sifatida tanilgan. Bu broker qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tgan? Gerchik kompaniyasi offshore yurisdiksiyada ro'yxatdan o'tgan brokerlardan biri hisoblanadi. Bu ko'plab forex brokerlarda uchraydigan holat. Offshore bu, ya'ni bu narsa muhim, kompaniya o'zini asosiy faoliyat qiladigan davlatdan boshqa, odatda soliqlari yengil va nazorati kuchsiz davlatdan ro'yxatdan o'tganligi. Offshore hududlarga shular kiradi. Buni hozir mana brokerning o'zining rasmiy saytidan ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, Gerchik brokerning rasmiy sahifasi, shu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, bizga kerakli bo'ladigan birinchi ma'lumot bu kompaniyaning regulyatsiyasi va qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tgani. Uning uchun eng oxiriga tushib olamiz. Mana hisoblari zero hamda premium. Mana Alexander Gerchik shu odam shu kompaniyaga asos solgan. Xo'p, mana bu yerda sertifikatlari, litsenziyalandi brokerskiy kompaniya. Adres Vanuatuda joylashgan ekan. Bu yerda to'liq ma'lumot yo'q ekan. Tepadan qidirib ko'ramiz. Yuridik informatsiya mana. Brokerskiy kompaniya Gerchik, registratsiyaning raqami 40512. Registratsiyadan o'tgan joyi Vanuatu ekan. Mana litsenziya 40512 Vanuatu Financial Services Commission. Ikkinchisi brokerskiy kompaniya Gerchik. Registratsiya raqami 177 547 ekan. Registratsiya o'tgan joyi Mauritius ekan. Mana litsenziyasi raqami 2002 5814. Bu Financial Service Commission Mauritiusdan o'tgan ekan. Dubayda ham ofislari bor ekan. Xo'p, shu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Hisoblariga keladigan bo'lsak, zero hamda premium. Zero hisobida minimal depozit $10 ekan. Mana premium hisobida esa $3000 ekan. Hop, kredit yelkalari 1/500, 1/500. Hop, komissiyasida lekin premiumda $8 ekan. Har bir lot uchun. Bunda esa 0. Bu haqida ham keyinchalik to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, endi regulyatsiyasi haqida gaplashamiz. Regulyatsiya bu broker faoliyatini xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan qonuniy tartibga solib, nazorat qilinadigan tashkilot. Regulyatsiya broker uchun juda muhim narsa hisoblanadi, chunki bu kompaniya mijozlar bilan qanday ishlashini va ularning pullarini qanday saqlanishini nazorat qiladi. Xo'p, regulyatsiyaga to'xtalsak, mana ekraningizda dunyoning eng kuchli 5 ta regulyator organ va tashkilotlari. Birinchisi, dunyodagi eng qattiq nazoratlardan biri, broker kapitalini va mijoz pulini alohida saqlashga majbur qiladi. Bu FCA, Buyuk Britaniyaniki, investor himoyasi juda kuchli. Ikkinchisi, ASIC, bu Avstraliyaning moliyaviy bozorat nazoratchisi. Uchinchisi, FINMA, Shveysariyaning juda kuchli regulyatori hisoblanadi bu ham. To'rtinchisi, BaFin, Germaniyaning moliyaviy nazorat organi. Beshinchisi, SEISIC, Kipr va Yevropa hududida ishlovchi regulyator. Xo'p do'stlar, doim imkon bo'lsa kuchli regulyator ostidagi brokerni tanlang. Chunki ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan brokerni tanlashingiz o'zingizni va pullaringizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni xavfsizligini ta'minlaydi. Odatda treyderlar regulyatorlarni shunday ko'radi. Mana quyidagilar kuchli, o'rtacha, offshore. Broker tanlashdagi eng muhim narsalardan biri regulyatsiyasi va kompaniyaning obro'si. Gerchik brokeri aynan shu jihatga ko'proq e'tibor berishga harakat qilgan brokerlardan biri hisoblanadi.
Getchik brokeri asosan MetaTrader 4 va MetaTrader 5 platformalari bilan ishlaydi. Chunki bu platformalar Forex bozoridagi eng mashhur savdo terminallari hisoblanadi. Ko'pchilik treyderlar bularni yaxshi ko'radi, chunki indikatorlar juda ko'p, grafiklar qulay, robotlar ishlatishingiz mumkin. Bu platformalar haqida ham alohida batafsil video chiqaraman. Getchik brokeri risk management tizimiga alohida e'tibor bergan, masalan, ba'zi hisoblarda maksimal risk chegarasi qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bu esa yangi treyderlar uchun foydali. Chunki ko'pchilik yangi treyderlar aynan riskni boshqara olmaganligi uchun depozitni yo'qotadi. Getchik broker haqida hozircha shu yerda to'xtab turamiz. Keyingi videolarda yana qo'shimcha ma'lumotlar berib, brokerdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha ham to'liq video chiqarishga harakat qilaman. Endi esa Forex bozorida yana bir mashhur broker RoboForex haqida gaplashamiz. Bu broker ham ko'p yillardan beri ishlab kelayotgan xalqaro kompaniyalardan biri hisoblanadi. RoboForex kompaniyasi 2009-yilda tashkil topgan broker hisoblanadi. Bugungi kunda kompaniya 100 dan ortiq mamlakatlarda millionlab mijozlarga va treyderlarga xizmat ko'rsatadi. RoboForex brokeri shu sababli ham Forex sohasidagi eng taniqli brokerlardan biri hisoblanadi. Endi RoboForex brokerini qaysi davlatlar ro'yxatdan o'tgani va regulyatorlari hisoblarini rasmiy sahifasidan ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, RoboForexning rasmiy sahifasi. Shu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana savdolar, copy trading, promotsiyalar, instrumentlar, hamkorlar, kompaniya haqida. Mana hisoblari. Bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlardan eng birinchisi regulyatsiyasi qaysi davlatdan ro'yxatdan o'tgani. Buning uchun eng oxiriga tushib olamiz. Mana RoboForex Ltd Financial Services tomonidan 97.600 litsenziya ostida tartibga olinadigan brokerlik kompaniyasi. Manzil mana Belize City'da joylashgan ekan. Xo'p, hisoblariga keladigan bo'lsak, Prime hisob bor ekan, mana. Kredit yelkasi 1/300. Spiritlari 0, o'zgaruvchan. Birinchi depozit minimum $10 ekan. Pro hisob bor ekan, kredit yelkasi 1/2000. Spirit 1/3 ekan. Birinchi depozit $10. Pro Sen hisob bor ekan, kredit yelkasi 1/2000. Bunda ham spirit 1/3. Birinchi depozit $10. ECN bor ekan. ECN hisobi leverage 1/500. Spirit ham bunda ham o'zgaruvchan. Birinchi depozit $10. O'zining platformasi kredit yelkasi 1/500. Spiritlar o'zgaruvchan, birinchi depozit $100 ekan bunda. Menimcha eng yaxshi hisoblardan biri bu Pro hisob bo'lsa kerak. Swap free xizmati ham bor ekan mana. RoboForex brokerining qiziqarli va xavfli taraflaridan biri kredit yelkasining juda katta bo'lishi. Ba'zi hisoblarda leverage 1/2000 gacha yetishi mumkin. Bu juda katta imkoniyat beradi, lekin risk ham shunga yarasha yuqori bo'ladi. RoboForex brokerida pul yetish va kiritish uchun juda ko'p tizimlar mavjud. Masalan, bank kartalari, elektron hamyonlar va kriptovalyutalar, bank o'tkazmalari. Endi platformalarga keladigan bo'lsak, RoboForex brokeri bir nechta platformalarni taklif qiladi. Masalan, MetaTrader 4, MetaTrader 5 va o'zining AirStox Trader platformasi. Ayniqsa AirStox Trader platformasi minglab aksiyalar va instrumentlar mavjud. Bu esa faqat Forex bilan emas, boshqa bozorlar bilan ishlash imkonini beradi. Endi esa ikkala brokerning plus va minus taraflarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, Getchik brokerining minus taraflari. Hudud jihatdan bir narsa deya olmayman, lekin pul yetish bo'yicha muammosi bor. Risk management qoidalariga qattiq e'tibor qaratgan, pul yetishda 3-4 kunlab kechikish mumkin. Getchik brokerining pul kiritish tizimida oldin minimum depozit $500 bo'lgan. Hozirda esa bu narsa $10. Ya'ni zero akkaunt qo'shilganligi uchun. Lekin baribir $300, $500 depozit bilan ishlash xavfsiz. Bu ham baribir risk managementga bog'liqligi joyi bor. Premium akkaunt esa minimum depoziti $3000. Uchinchisi, kredit yelkasi o'zgarib turadi deb eshitganman. To'rtinchisi, regulyatsiyasi FCA yoki ASIC darajasida kuchli nazorat yo'q. Beshinchisi, yangi boshlovchilar uchun shartlari murakkab bo'lishi mumkin. Endi plus taraflarni aytadigan bo'lsam, birinchisi MDH hududi ancha taniqli. Ikkinchisi, trading bo'yicha ta'lim va analitikasi videolari, darsliklari ko'p, kuchliroq. Uchinchisi, MetaTrader 4 va MetaTrader 5 da ishlaydi. To'rtinchisi, scalping va intraday uchun ishlatadiganlar ko'p. Beshinchisi, robotlar bilan ham ishlaydi.
Oltinchisi, 1,5 mingdan ortiq savdo instrumentlari mavjud. RoboForex brokerning plus taraflarini aytadigan bo'lsam, birinchisi minimum depozit $10 dan boshlanadi. Ikkinchisi kredit yelkasi 1 ga 2 minggacha. Uchinchisi MetaTrader 4 va MetaTrader 5 va o'zining platformasi bor. To'rtinchisi robotlar bilan ham ishlashingiz mumkin. Beshinchisi scalping va copy trading ishlaydi. Oltinchisi 12 ming plus instrumentlar mavjud. Yettinchisi yangi boshlovchilar uchun qulaylik taraflari ko'proq. Sakkizinchisi pul yechish tizimi ba'zi kunlari foizi 0 ga tushib qoladi. Oyning 1-kuni va oyning 3-haftalari seshanba kunlariga to'g'ri keladi bu narsalar. Hop, endi minus taraflari, birinchisi regulyatsiyasi, bu ham FCA yoki ASIC emas. Ikkinchisi pul yechish tizimida komissiya borligi. Uchinchisi spread va slippage dan ozgina muammosi bor. Xullas do'stlar, bugungi mavzuyimizda Gerchik hamda RoboForex haqida umumiy ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Albatta, broker tanlash har bir treyderning shaxsiy qarori. Eng muhimi esa har doim riskni to'g'ri boshqarish va bilim bilan savdo qilish. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video roligimizda ko'rishguncha